Bemorimiz Toshkent viloyatidan 1988-yil tashxisda L4-L5 sohasida dish sho'rasi biz bu o'tib chap oyoqni karjogini bosib turgan. Bu yerda gleja chiqdi. Mana bu gleja nerv qisib qolgan. Ancha vaqt bemorimiz ko'p marta konservat davolangan. Hech qanday naf bermagan. Oxirida endoskopik usulda, ya'ni biportal usul bo'yicha dish sho'rani olish operatsiyasi o'tkazamiz. Dish sho'rani o'chib ketdi. Sim bilan chiqib ketdi. Mana shu bilan. Olib tashladik. Mana shu narsa bemorni qiynab kelgan. Uzoq vaqtdan beri tashladik. Xudo o'zi ertaga bemorimiz bemalol turib yurishi mumkin. Turmushi bezovta boshlar, o'chirish masalalarini ko'radi. To'liq tozalab olamiz hozir. Testni mayda qayerga ishadi? Nima?